Assalomu alaykum. Bizlarni kuzatib borayotgan barcha sayroq Italiya beden ishqibozlari salomatmisizlar? Qish kelib, mana alhamdulillah qorlar ham yog'ib, minus harorati sovuqlar ham boshlandi. Bu sovuqda Italiya bedenlarini hovlida boqayotgan ishqibozlar ham juda ham ko'p va shu kungacha kecha bugun juda ham ko'p savollar bo'ldiki, Italiya bedenlarini minus sovuq havoda hovlida boqsa bo'ladimi deb shu savolga javob bermoqchimiz. Italiya bedenlari uy sharoitida ochirilganning hisobiga bu qishga bizadek bo'ladigan minus sovuqlarga immunitet chidamaydi. Shu sabab bunaqa minus sovuqlarda Italiya bedenasini iloji boricha yopuqroq, skvoznak bo'lmaydigan va kechasi suv yaxlamaydigan holatli haroratda boqishlarni tavsiya qilamiz. Va yana bir narsa, Italiya bedenasini hozirgi hovlida panaga olib boqsanglar ham tegidagi axlatini to'kmaydi. Chunki bedenalarning tegidagi axlati oyog'ini issiq ushlab turadi. Agar oyog'i muzlasa yoki tegini to'kib qo'ysanglar, shamollab har xil kasalliklar va o'limgacha olib keladi. Shu sabab bu sovuqlarda tegidagi axlatini to'kmasdan iloji boricha panaroq, issiqroq joyda boqishlarni tavsiya qilamiz. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Sizlar uchun qiziqarli va foydali bo'lgan videolarimizni sahifalarimizni joylab boramiz. Salomat bo'linglar.